Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Mana yo'llar ochilibdi, perivallar ochilib, qo'rqib ketgandim, perival yopiq deyishganiga. Ochilibdi, hozir Toshkentga ketyapmiz, yo'lga chiqdik. Rahmat sizlarga, Namangan shahri. Juda ham mehmondo'stsizlar. Maza qildim 2 kun. Bir kun bitta o'rtog'imnikida bo'ldim, bir kun bitta singlimnikida bo'ldim. 2 kun mana bugun 3-chi kun ketyapmiz endi Toshkentga, Xudo xolasa. Ya'ni kelamiz, yana uchrashamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'p, jonlarim, sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Qimmatim bilan Kabulda bo'ldi, devaga tutsin, qo'yib ketib o'tmadi, o'shancha ketgan odam. Пока всем. Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar qizlar? Qanaqasizlar, yaxshi dam oldinglarmi? Ko'zim qizarib ketibdi, o'lsin, ikkita ko'zim og'riyapti. Bundan buyog'iga mana suv tushganida hamma so'raydi, yuzlaringizni nima qiling? To'g'ri, telefonda effektda ham olib turamiz-ku. Yuzlaringizga nima qilasiz, opa deydi. Birinchi bo'lib tuz bor-ku, oddiy tuzni olib yuzimga yaxshilab ishqalayman. Tuzlarni ishqalab, keyin anaqa iliq suvda chayib tashlayman-da, keyin quruq salfetkada artib olaman. Keyin ayvit tabletka bor, vitamin, bilasizlar, aptekada sotiladi ayvit. O'sha ayvitni 2-3 tasini anaqa ninada teshib yuzingizga surasizlar-da. Asli ham zo'r qiladi. O'shani ayvitni surib olasizlar. Kechgacha 1 soat 2 soat yurgandan keyin uni ham bitta salfetkada bundan quruq salfetkada bunday qilib yopishtirib olasizlar-da. Keyin yotishinglardan oldin Alisa krem bor, u chaqaloqlarni ko'tiga suradigan Alisa krem. O'sha Alisa kremdan surasizlar chiroyli qilib-da, shu bilan uxlaysizlar. Ertalab turganinglarda yuzinglar shunaqa zo'r bo'ladi. Men aytdim, men mana shunaqalar qilaman, yuzimga, mana bo'ynalarimga Assalom, chiroyli bo'linglar deyman, mana gap bilan tushuntiryapman, ko'rsatib emas. Aptekada ayvit tablet anaqa vitaminni olasizlar, 2-3 ta tomchilar anaqa nima deydi, ninada teshasizlar-da, yuzingizga bunday qilib oqizasizlar o'shani. Ayvitda anaqasi vitaminni oqizib, birinchi tuzni ozgincha namlab olib yuzingizda ishqalaysizlar. U как skrab bo'ladi sizlarga, skrab. Kosmetologga ham keragi yo'q. Men uyda домашний narsalarni qilgani zo'r-da. Hamma mendan so'raydi, "Voy Gulappa, yuzlaringiz buncha zo'r deydi. Endi Xudoga shukr maylanu, anaqa ham qilamiz-ku. Nima deydi, effektlar ham qo'yamiz, lekin effekt qo'ymasak ham, qo'ysak ham yuzimiz baribir yaxshi deydi. Men masalan hech qayerga bormayman. Hech qayerda men anaqa qilmaganman deydi. Nima deydi, ko'proq qorningizni oldirdingizmi, operatsiya qildirdingizmi deydi, yo'q, operatsiya qildirganmi yo'q. Anaqada nima deydi, korzinkada Mehmet Efendi degan qora kofe bor. Ichamiz-ku, turk qahvasi. Ertalab turib och qoringa yuzinglarni yuvib bo'lgan